Bu vatandoshlarga aka yaxshimi? Hammasi yaxshi, Allohga shukr. Avtobus ma'qulmi? Bo'ladi, yaxshi. Necha pul berdi aka? 6000 pul. 6000 pul berdi aka. Dokumentingiz joyidami? Hammasi joyida. Qayerdansiz o'zi? Andijondan. Andijonda qayerdan? Marhamatdan. Marhamatlilarga nima deyishib, YouTube'ga qo'yamiz, rozimisiz? Assalomu alaykum qadrli aziz vatandoshlar. Xudo xolisa Moskva shahridan ketayotgan navbatdagi avtobusimiz aka-ukalar, kimda kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranga qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar aka-ukalar. Bizning yo'nalishlarimiz aka-ukalar Krasnodar Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketadigan avtobuslarimiz aka-ukalar. Ishonchli nomerlar ekranga qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Bizlar reyslar har kun amalga oshiriladi. Xudo xolisa bagajlardan pul olinmaydi. Har qancha bagaj bo'lsa olib kelaverasizlar. Mana bagajlarimiz ham bemalol aka-ukalar, mana samakat, pamakat, valsvet, palasvet. Xullas, liboy narsa olib ketamiz aka-ukalar. Mana shopirlarimiz ham o'zimiz jaydari shopirlar. Mana Xudo xolisa avtobus. Mana akalarimiz ketyapti. Mana bagajlardan pul olinmaydi. Mana shuncha birodarlar ketyapti. Mana avtobus ichki holat. Mana zaryadchi-paryadchilari bor. Mana akamiz maza qilib ketyapti. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nima deysiz aka bu vatandoshlarga? Aka yaxshimi? Hammasi yaxshi, Allohga shukr. Avtobus ma'qulmi? Bo'ladi, yaxshi. Necha pul berdi aka? 6000 pul. 6000 pul berdi aka. Dokumentingiz joyidami? Hammasi joyida. Qayerdansiz o'zi? Andijondan. Andijonda qayerdan? Marhamatdan. Marhamatlilarga nima deyishib, YouTube'ga qo'yamiz, rozimisiz? Aka-ukalar. Rozi bo'lsin. Mana Xudo xolisa avtobusimiz. Shay holatda. Burası avtobus. Ko'choq odamlar pastda turishibdi. Mana Xudo xolisa navbatdagi ikkinchi avtobusimiz ham kirib keldi aka-ukalar mana. Bunisi Buxoroga ketadi aka-ukalar. Mana prямо O'zbekistondan kelyapti bu avtobusimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistondan kelyapsizlarmi? Nima deysizlar vatandoshlarga, brat? Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Assalomu alaykum. Samarqand. Nima deysiz aka Surxondaryolik bachalarga, brat? Assalomu alaykum. Mana voditelimiz ham keldi, Omon akamiz. Yaxshi keldinglar, shopirlar yaxshi olib keldimi shep? Mana Xudo xolisa jaydar avtobusimizda O'zbekistondan kelgan akalarimiz tezda tushmoqda. Dava akalar. Bloger ukamiz uyatyapti, o'tgan safar ham ketdi. Mana bugun Roma Trentda akalar, Omon akamiz Demak ham chaqiribdi. Mana Xudo xolisa bu avtobusimiz xususiy trans. Ab tushlaring.